Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Mana bugun nasib bo'lsa pomidorlarni sug'ordik. Sonidagi yonboshiga chekkaga rayhonlar egilgan. Qurt tushmaydi deb ekkandik. Shu yil sovdimmi pomidor palagimmi ximik dorilar sepilgani yo'q, faqat tagidan ozg'a berildi. Sholat kelguncha. Pishib boshladi asta-sekin. Bu yoniga ham ekilgan rayhonlar va ikki yoniga ham ekilgan rayhonlar. Aynan shu uchun to'g'ri iste'mol uchun salatlarga qo'shib ham yeymiz. Asosan shu qurt tushmaslik uchun ekilgan. Lekin ba'zi orada bitta ikkita bor mavjud ekan. Kecha kechqurun suv ochib sug'organmiz salqinda. Issiq bo'ldi, ba'zi bulut bo'lgan bilan. Bu yerda izini mahsulotlarimiz shu yerda tayyorib qoldi. Yana bir haftada o'zi o'sib ancha rivojlanib o'rgilib qoladi. O'shanda qanchaga sotganimiz, qancha daromad ko'rganimiz, qancha ekkanimiz, shu hammasini batafsil aytaman. Kundalar holat. Bir qarch. Ko'ryapti yo'qmi? Bir qarch. Kuchlilar. Kichkina siyrak bo'lgan endi. O'lishlar bo'lgan orasida. Lekin ximika sevilgan. Kasallanishga qarshi. Qanday bir oq palagida oq dog'lar paydo bo'layotgan. Shu yerda. O'zi tayyor bo'lgan. Endi biz tagiga namlari yetilib biroz qadrini tiklab olsa birdaniga o'riladi. Nasib bo'lsa keyingi videolarda sotganimizdan keyin aytaman qancha bo'lganini, qancha foyda qilganimiz, qancha rasod qilganimiz. Obuna bo'ling, like tugmalarini bosib qo'ying. Sog' salomat. Sizlarda rayhondan nimalardan foydalanadi? Kommentariyga yozib ketingizlar. Mana rayhon. Salatga, chaloflarga, uyga ilib qo'ysangiz xushbo'y hid taratadi, приятный ta'm beradi. Foydalangan inson biladi, endi ba'zi birlar foydalanmagandir balki. Shunday foydalanganmiz.